Nimaga kirish nuqtasini odamlar eng katta muammo deb o'ylaydi. Telegram kanalda men so'rovnoma o'tkazgan edim, ya'ni bozorga kirayotganingizda eng ko'proq qiynayotgan narsa nima deb. Va ko'pchilik shu bozorga kirish nuqtasini tanladi va meni hayron qoldirmadi bu narsa. Chunki ko'pchilik, misol uchun mana YouTube ochadigan bo'lsangiz, ko'p blogerlar misol uchun mana entry zonasi, mana signal, mana bu yerdan kirish kerak deb misol uchun o'rgatishadi. U odam tabiiy ravishda o'ylaydi. Demak, men to'g'ri entry topsam foyda qilaman. Lekin o'zimga savol berdim, agar muammo entryda bo'lsa, nega bir xil entry qilgan odam natijasi ikki xil bo'ladi? Misol uchun ikkita odam bir xil joydan Bitcoin sotib oldi. Birinchisi ozgina narx tushishi bilan sirazi vahimaga tushib sotib yuboradi. Ikkinchisi esa buni oldindan reja qilgan va xotirjam kutib turadi. Va oradan bir necha hafta o'tadi, narx ko'tariladi tabiiy. Уже ikkinchi odam zararda. Bular bir xil joydan bir xil entry qilgan, lekin natija boshqacha. Demak, muammo faqat entryda emas. Muammo entrydan keyin qanaqa qaror qabul qilganingizda. Shuning uchun ham mana maksimal faqat fokusni kirish nuqtasiga qaratib o'rmayman. Men misol uchun bitta savoldan boshlashim mumkin. Nimaga bozorga kiryapsiz? Buni sababini bilmagan odam qachon chiqib ketishini ham bilmaydi. Men o'zim sotayotganda nimalarga e'tibor beraman? Xudo xolisa sizlarga qisqacha grafikda tushuntirib bermoqchiman. Birinchi o'rinda time frame. Ya'ni men odatda birinchi bo'lib time frame ni ko'raman, ya'ni haftalikni. Haftalikda qanaqa holatda, svechalar misol uchun qanaqa yopilgan, struktura qayerda misol uchunda mana shu narsani men po faktu tekshiraman. Keyin likvidni tekshirishim mumkin. Pastda misol uchun qanaqadir kuchli blok bo'lishi mumkin. Например, qarang. Yo'da mana ko'rishimiz mumkin, narx tushib kelyapti. Downtrend to'g'ri, pastga, tepaga va bu yoqda yaxshigina bir yig'ilib tushish bo'lgan. Pastda ko'rishimiz mumkin, blogimiz bor. Mana bunaqa zonalarda reaksiya oladi. Mana shu narsani men chizib olaman katta time frame'da. Nimaga? Haftalik time frame'da kelayotgan blok bu juda katta reaksiya oladida, tushunasizmi? Ya'ni 98% ishlab beradigan blok bo'ladi. Shuni hisobiga mana shunaqa key levellarni men chizib olaman katta time frame'da va kutamanki katta time frame'da imminni mana shunaqa bir uch switch bo'lsa, u uch switch chizilishini kutaman, ya'ni bullish bo'lib yopilishini kutaman candle'ni. Va undan keyin xudo xolasa low time frame'ga o'tib olamanda, ya'ni misol uchun bilish mumkin 5 minutlikda kirish nuqtasini o'sha orqali qidirishim mumkin. Birinchi sabab bizani blogimizga keldi, bitta confirmation bor. Ikkinchi sabab bizda bullish candle'imiz уже chizildi. Bu ham bitta sabab. Uchinchisi bizda bu yerda ko'rishimiz mumkin, juda ham ko'p likvid yig'ilgan. Ya'ni mana shu sabablar bo'lishi kerak-da. Va misol uchun mana 15 minutlik time frame'ga o'tyapman. 15 minutlik time frame'ga o'tgandan keyin kirish nuqtasi ham misol uchun to'g'ri bo'lishi kerak. Risk reward ham to'g'ri bo'lishi kerak. Например, mana faraz qiling pastga tushyapti. Pastga tushgandan keyin narx tepaga qarab chiqdi va bitta pastga tushyapti. Bu yerda hayni mana ichki strukturani 15 minutlik time frame'da strukturani buzyapti, to'g'rimi? 15 minutlik time frame'da ko'rishimiz mumkin, struktura buzilgan. Endi nima qilamiz? Men bu yerda nima qilaman? Xuddi shu zonadan, ya'ni eng oxirgi lowdan highga Fibonacci chizib olamanda kirish nuqtamni topib olaman. Ya'ni lowga qo'yaman, highga, lowdan highga Fiboni qo'yamanda, уже mana 05-16 meni qiziqadigan zona hisoblanadi. Mana shu zonada men risk qilaman. Agar faraz qiling 05 da emas, xuddi shu zonada turibdi. 191 da. Men bu yerda qiziqmayman, 05-16 kelishini odatda kutaman. Shunda mitsi bo'ladi. Meni qoidalarimga to'g'ri keladi. Xullas, men e'tibor beradigan narsalar xuddi shu: market struktura, likvidatsiyaga qarayman va mana shu candle'larning yopilishlariga qarayman va low time frame'da ichki struktura buzilishini kutaman. Va 05 zonamga, discount zonam kelsa, xudo xolasa qiziq ko'rishim mumkin. Bu narsaga o'zi tizim ham sababchi bo'ladi. Tizimli savdo nima degani? Ko'pchilik tizim deganda qanaqadir bitta indikatorni tushunadi. Aslida tizim bundan ham kattaroq va muhim narsa. Xo'p, sodda qilib aytadigan bo'lsam, tizim bu bozorga har doim bir xil qoidalarga asoslangan holatda qarash. Misol uchun tasavvur qiling, sizning bitta restoraningiz bor. Har kuni oshpaz har xil retsept bilan ovqat qilsa, klient nima deydi deb o'ylaysiz? Kecha shirin pishirganingda, bugun уже tam boshqacha tam. Va deyarli hech kim bu restoranga ishonmaydi. Trading ham xuddi shunaqa. Bugun bitta blogerning gapiga kirib savdo qilasiz. Ertaga uni Telegram kanaliga kirasiz. Iningga tam Twitterga kirasiz. Undan keyin sizni o'rtog'ingiz aytgan bitta aktivni sotib olasiz. Bu tizim emas, bu tasodifiy qaror.
Tizimli odam har doim savdo qilishdan oldin bir xil savolni o'ziga beradi. Bozor qaysi yo'nalishda? Bu savdo meni rejamga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Risk qancha? Va qancha yo'qotaman? Va foyda olish nuqtam qayerda, ya'ni take profit qayerda bo'ladi? Agar shu savolga bittasi ham javob yo'q bo'lsa, unda savdo ham yo'q. Endi qarang, men sizga tizimni yaxshiroq tushuntirishga harakat qilaman grafikda. Bizani qoidalarimiz bor edi. Endi misol uchun high time frame analiz qilamiz. High time frame ochamiz, strukturani qaraymiz, likvidni qaraymiz va candle sikli qanaqa yopilganda mashinasiga ham e'tibor beramiz. Va agar misol uchun bullish bo'lib yopiladigan bo'lsa, biz low time frame ga o'tamiz, ya'ni 15 minutlik time frame ga. 15 minutlik time frame ga o'tamiz va kirish nuqtasini qidirishimiz mumkin. Faraz qiling, mana bu holati turibdi. Siz bunaqa zonada hech qachon qo'shilmaysiz, chunki nimaga? Bu yerda bizga kirish bermagan. Misol uchun narx tepaga kelyapti, pastga tushdi. Bu yerdan ham qo'shilmaysiz. Nimaga? Bu yerda ham bizga enter bermagan o'zi aslida. Tepaga chiqyapti, bitta pastga tushdi, tepaga chiqadi, o'sha mana struktura yengilayapti. Struktura yengilagandan keyin o'sha mana pastga qarab turib, misol korreksiya beradi. Mana shu low dan high ga Fibo tortasiz, 0.500 ga keldimi, bo'ldi. Mana shu zonadan siz qiziqishingiz kerak. Mana shu sizni qoidalaringizga to'g'ri keladi. Agar siz mashaqqa kelmaganda emas, mana yo'ni anaqa zonalarda misol qiziqadigan bo'lsa, sotib oladigan bo'lsangiz, o'sha bu tizimdan chiqdingiz degani. Siz tizimingiz bo'yicha mashaqqa kelish kerak edi. Mana shu yerdan siz qiziqishingiz kerak edi, ya'ni sotib olishingiz kerak edi. Yoki deb faraz qiling, siz mana bu yoqqa kelganda sotib olyapsiz. Bu ham o'sha tizim buzilganidan hisoblanadi. Ya'ni tizimga amal qilmaslikdan kelib chiqadi. Nimaga? Siz kutishingiz kerak edi, mana shu hayni buzishini, ya'ni ichki buzilish bo'lishi kerak. Market struktura ichdan buzilishi kerak, keyin retest beradi, keyin siz sotib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu narsa tizim. Yoki de misol uchun boshqacha misol. Bu yerda mana narx tushib kelyapti, to'g'rimi? Narx tushib kelyapti. Bizani plan bo'yicha, bizani qoidamiz bo'yicha nima qilish kerak edi? Hayni yengilash kerak, ya'ni struktura buzilishi kerak. Struktura buziladi, ya'ni misol mana tepasida yopilishi kerak, mana hayni tepasida, to'g'rimi? Yopildi, tepaga chiqyapti narx va orqaga bunday qaytib berish kerak. To'g'rimi? Va biz mana shu low dan high ga Fibo tortamiz, biz 0.5 dan qiziqishimiz kerak. Ya'ni qoida bo'yicha xuddi shunaqa savdo qilishimiz kerak. Qilamiz. Low dan high ga tortamiz, ko'rishimiz mumkin, mana 0.5 imiz to'g'ri kelyapti. Biz qiziqishimiz mumkin bo'ladi. Agar faraz qiling, botga kelmadi, botda turgan bo'lsa, biz qiziqmaymiz. Agar qiziqib qo'ysangiz, bo'ldi, qoidani buzdingiz. Tushunasizmi? Mana shu qoidalar bo'lishi kerak sizda. Mana shu qoida bilan siz savdo qiladigan bo'lsangiz, o'zga ko'rinadigan nimadirga erishish mumkin-da. Endi savol, hop botdan men kirar ekanman, stop loss qayerda bo'ladi? Stop loss imini mana shu lowda bo'ladi. Mana shu lowga qo'yasiz, take profit qayerda bo'ladi? Take profitimizni chap tarafga qaraymiz. Chap tarafda nimalar bor? Men likvid yetishga qo'yaman. Odatda, misol mana shu zonalarga qo'yaman. Bu yerda likvidatsiya bor, bu yerda ham likvidatsiya bor ekan, mana shu zonaga men qo'yaman misol. Mana shu likvid yetishiga qo'yaman. Shunda 1 ga 3 risk sottashini bo'lyapti. 1 ga 3 misol meni qoidamga to'g'ri keladi. Men minimum 1 ga 3 savdo qilaman. Bo'lmasa yo'q. Shunda qaranglar, biz kiryapmiz, stop loss botda bo'lyapti. Ko'rishimiz mumkin, qanaqa nima desa bo'ladi. Tarzi narx yurib beryapti. По-любому sizni take profitingizni uradi. Agar to'g'ri joydan kirsangiz va to'g'ri joyga stopingizni qo'ysangiz, xudo xohlasa stopingizni ham urmaydi. Mana shu narsa tizim bo'ladi o'rtoqlar. Sizlarga maksimal soddalashtirgan holatda gapirib beryapman. Agar qanaqadir bir tushunmayotgan bir narsalar bo'lsa, sirazi videoni stop qilib kommentariyaga yozing. Xudo xohlasa hammani fikrini o'qib chiqaman. Xo'p, savdoga kirishdan oldin qanaqa fikrlash kerak? Ko'pchilik savdoni bitta savol bilan boshlaydi. Qancha foyda qilaman? Men boshqacha savol bilan boshlayman. O'zi вообще-то bu paysaga kirish kerakmi, yo'qmi? Bu ikkita savolni farqi juda ham katta. Birinchi savolda odam faqat pulni ko'radi. Ikkinchi savolda odam vaziyatga baho beradi. To'g'risi, ba'zan eng yaxshi qaror savdo qilmaslik. Lekin ko'pchilik bu narsani tushunmaydi. Har kuni savdo qilishim kerak, har kuni savdo qilsam ko'proq pul topaman deb o'ylaydi. Professional trader har kuni savdo qilmasligi aniq. Chunki ular biladi, harakat ko'pligi natija degani emas. To'g'ri tanlangan savdo sizga foyda berishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, bozorga kirishingiz ham qaror, bozorga kirmasligingiz ham qaror. Va buni ikkalasini tizim hal qiladi. Menimcha qanaqa fikrlashimiz kerakligini tushunib oldim. Va eng qiziq narsa yana, menga eng zo'r setup ham zarar bilan tugashi mumkin. Sizga bitta narsa aytaman, bozorda 100% ishlaydigan setup yo'q. To'g'risi, bu narsani tushunish sal qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin bu juda muhim gap. Agar sizga kimdir misol uchun bizani strategiya hech qachon fail qilmaydi deb aytadigan bo'lsa, bu absolyutdan 1000% bu mashinnikning gapi.
unga unaqa odamlardan uzolash kerak, unaqa insonlardan deyarli foyda chiqmaydi. Har qanaqa yaxshi strategiyada ming zo'r strategiya bo'lsin, zararli savdo bo'lishi bu tabiiy holat va bo'ladi ham bu narsa. Farq shundaki, tajribasiz odam zarar qilishni boshlagandan keyin qoidasini buzishni boshlaydi. Misol uchun stop loss olib tashlashi yoki kattaroq sum bilan kiradi yoki ketma-ket savdo qiladi. Prosta tak emotsiyaga berilgan holda. Aslida zararni setup emas, mana shu qarorlar kattalashtiradi. Professionalcha fikrlashni sizga aytaman. Bu savdoyingiz o'xshamadimi? Keyingisini kuting. Mana shu narsa eng zo'r pozitsiya. Xo'p, realiy muammo qayerda ekan? Endi boshidagi so'rovnomaga qaytamiz. Ko'pchilik kirish nuqtasini tanladi. Lekin siz bu videodan keyin bitta narsani tushundingiz. Kirish nuqtasi muhim, lekin eng muhim emas. Eng muhim narsa sizni qaror qabul qilish tizimingiz. Chunki tizim bo'lsa, siz fail qilgan savdodan ham biror narsa o'rganishingiz mumkin-da. Qanaqadir bitta saboq olasiz demoqchiman. Tizim bo'lmasa, siz foyda qilgan savdoyingiz ham noto'g'ri odatlarga sizni o'rgatishi mumkin. Shuning uchun hozir o'zingizga bitta savol bering. Reja bo'yicha savdo qilyapmanmi yoki vaziyatga qarab savdo qilyapmanmi? Mana shu savolga bergan javobingiz ehtimol natijangizni ham o'zgartirishi mumkin. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta narsani tushungandirsiz. Bozorda pul ishlash faqat kirish nuqtasini topish bilan bog'liq emas. Asosiy farq qanaqa fikrlashingizda. Bir xil grafikni odam ko'radi, bittasi foyda qiladi, bittasi zarar. Farq grafikda emas, qaror qabul qilish tizimida. Shu sababdan men offlaynga qabul ochish plan qilyapman. Lekin bitta qaror bilan ko'pchilikni olib kelib prosta tak yuzaki ishlash niyatim yo'q. Har bitta odamga vaqt ajratishim, savollarga javob berishim va dars jarayonini qabul qilishim uchun menga 5 ta odam yetarli bo'ladi. Undan ko'p to'g'risi, chunki har bitta insonga fokus qilish kerak. Shuni hisobiga menga 5 ta inson kerak bo'ladi. 5 tadan ko'p olmaymiz. Xo'p, kurslar kim uchun? Bozorda hali ham adashib o'zini yo'lini topa olmay yurgan odamlar uchun. Tayyor signal kutmay mustaqil analiz qilishni o'rganmoqchi bo'lgan odamlar uchun. Spot yo'nalishida uzoq muddatli tizim qurishni xohlaganlar uchun. Bilimni amaliyot bilan birga o'rganishni xohlagan odamlar uchun. Kurs davomida biz sizga nima o'rgatamiz? Bozorni yuqori time frame'da o'qish, trend va market struktura asosida fikrlash, likvidni tushunish, yuqori ehtimolli kirish nuqtalarini tanlash, risk boshqaruvi, depozitni taqsimlash, savdo rejasini tuzish, hissiyotlarga emas, tizimga tayangan holatda qaror qabul qilish va eng muhimi o'zingiz mustaqil ishlay oladigan yondashuvni o'rganamiz. O'rtoqlar, hammasini ochiq oydin aytmoqchiman, chunki nimaga? Maksimal filtr bo'lish uchun, hamma yozmasligi uchun. Narxini ham shu videoda aytib o'tib ketaman. Xo'p, standart $1200. Agar pulda muammo bo'lsa, bo'lib to'lashga ham qilib beramiz. Ya'ni bo'lib to'lashda qanaqa bo'ladi? 50% ni oldindan berasiz, ya'ni dars boshlashdan oldin berasiz, qolganini siz dars davomida qilib bersangiz bo'ladi. Agar yo'q, men naqd to'layman deydigan bo'lsangiz, bonus evaziga sizga shu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun ham $870 qilib beramiz. Va конечно, buni hammasi so'mda to'liq qilinadi. O'zingiz bilimingizga, qaror qabul qilish qobiliyatingizga qilinadigan investitsiya. Va hech qanaqa kurs sizga foydani kafolatlamaydi. Natija sizni intizomingiz va amaliyotingizga bog'liq. Lekin kuchli tizim va to'g'ri yondashuv uzoq muddatda katta xatolarni kamaytirishga va ancha ishonarli qaror qabul qilishga yordam beradi. Va hozirdan sizga bitta narsani aytmoqchiman, joyingizda band qilib qo'ying. Chunki nimaga? Joy faqat 5 ta. Kim ulguradi men bilmayman. Pastda shu videoni tagida o'zim lichkamni qo'yaman, karta deb yozib qoldirsangiz, men sizga karta yuboraman va $50 bilan siz o'zingiz joyingizni bron qilishingiz mumkin va ism familiyangizni yozib yuborasiz. Men sirazi spiskga qo'shib yozib qo'yaman. Sog' bo'linglar, charchamanglar, xudo xolasa darsda ko'rishamiz.